Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchi aka-ukalar va singillar, bizni kuzatib borayotganlar. Mana Xudo xolasa bugun 2026-yil fevralning 15-sanasi. Xudo xolasa qo'ziqorinlarni ekkanimizga 22 kun bo'libdi. Oqarishlari yaxshi. Oqarishlari yaxshi bu tomonlarda. Taylariga suvlarni sepib, namlab, parlarni sug'orishlarni qilyapmiz. Xudo xolasa natijalar bo'lyapti. Arada bunaqa ko'karganlari bor. Rezultat bo'lyapti, sekinroq o'zgaryapti, bo'lyapti. Nisbatan ular namlilarini ko'paytirganimiz uchun, ko'pligi uchun sekinroq o'zgaryapti. Xudo xolasa xursandchilik aka-ukalar. Qilgan mehnatlarimiz hosillari mana Xudo xolasa boshladi. Mana qo'ziqorinlar mana chiqishni boshladi. Xudo xolasa mana kechadan chiqishni boshlagan bular mana. Kecha birinchi kun, bugun ikkinchi kun. Mana qoplarda chiqyapti. Allohga beadad shukr. Hosillar barakotli bo'lsin. Inshaalloh. Xudo xolasa mana endi har kungi videolar har kuni qo'yib boramiz. Videolar ulashib mana bu qoplardan ham betlardan chiqyapti. Ular miq bilan teshgan joylarimiz yorib chiqyapti o'sha teshiklardan. Mana tepalarni kesganmiz. Ochib qo'ygan shu betlardan chiqyapti mana. Tepasidan mana betidan, mana betlardan o'zi yorgan joylarimizdan ham chiqyapti. Ulardan mana ular Xudo xolasa ertaga ochilib mana tepasidan chiqib qolgan. Ochilib qoladi. Mana buni ham o'sib qolibdi. Xudoga shukr, mana barakotli bo'lib, mana betni kesganimcha mana betdan ham yorilib chiqyapti, mana betlardan ham. Hop, Xudoga shukr. Mana hosillar mevasini beryapti. Allohning irodasi bilan. Mana qayerga katta bo'lib ketgan. Mana hosil. Bitta. Mana ko'rinyaptimi? Mana hammasidan bir boshda mana. Mana hosil. Mana hali buni ko'rganda unaqa bahs edi. Mana hosillar. Mana. Xudoga shukr, hamma yog'idan chiqib boryapti. Graduslarimiz yaxshi. Hozir graduslikni ham ko'rsatamiz, xonani gradusligini. Mana yaxshi katta bo'libdi. Effektlar yaxshi. Bizni qo'rqib turardim. O'xsharmikin, o'xshamasmikin Allohdan so'radik namozlarimizdan. Alloh uyaltirmadi. Hosillar yaxshi chiqib berishni boshlayapti. Barakotli qilib bersin. Xudo xolasa bularni biz hali sotib ko'rmaganmiz, bu ishni qilmaganmiz. Xudo xolasa sotish jarayonlarini ham qo'yib boramiz videoga. Ko'rib like bosib, do'stlarga ulashib turasizlar. Mana bunisidan ham chiqib qolibdi, hali bundan yo'q edi. Ventilyatsiyamiz ishlayapti. Tepadan toza havo beryapmiz. O'chgani yo'q. Ichkaridagi havoni mana ro'paradagi tosh chiqarib tashlayapti. Tashqaridan toza havo olyapti, ichkaridagi havoni ventilyatsiyani chiqaryapti. Mana endi gradusligimizni ko'ramiz. 20 necha ekan? 22-23 ekan. Yaxshi. Mana ular ham yaxshi o'zgaryapti. Bular haligi nimaga ekkanlarimiz, paxolga ekkanlarimiz. Mana o'zi po'chaqda drabirkadan chiqarganlarimiz. Buni ham effekti yaxshi. O'zgarishlar, oqarishlari yaxshi mana. Mana ularni bugun ekib qo'ydik.
ertaga bularni teshib, xudo xolasa buni ham g'o'za po'choqqa ekdik. Endi birovlar effektlarini ko'ramiz. Xudo xolasa barakotli bersin, barakotini bersin. Bulardan ham o'zgaryapti mana, oqarishni boshlagan bular ham qoplarimiz. Bu qoplar mana oppoq. Bular bu qolgan qoplarimiz bir haftaning ichida xudo xolasa bular ham chiqib berishni boshlaydi. O'zi qorinlar, bular ham ko'rinib qoladi. Inshaalloh kuzatib borsalaring, uni ham qo'yib boramiz. Xudo xolasa sotish jarayonlarini ham qo'yamiz, klientlarni ham. Mana birinchi marta qilyapman. Bundan hali bizda tajriba yo'q. Mana tajriba sekin-sekin bo'lyapti. Mana effektlarni ko'ryapmiz. Xato va kamchiliklarni bilyapmiz. Qayerda nima qilish kerak, nima xato bas. Lekin mana ko'karganlarda ham o'zgarish bo'ladi deyishdi. Bilganlar bo'lsa tushuntirasizlar bizga ham, kommentariyaga yozib qo'yinglar o'z fikrlaringni akalar. Xudo xolasa yaxshi rezultatlar. Mana buni qoplarimiz ham bo'rtib qopti. Mana bundan ham chiqishdi o'zi boshlabdi. Mana tepasidan chiqyapti. Mana yorib o'zi. Allohga beadad shukr. Bizni kuzatib boringlar. Layklarni bosib, videolarni ulashib qo'yasizlar. Qiziqqanlar bo'lsa ko'rib borasizlar. Natijalarni xudo xolasa billa ko'rib boramiz. Videolarni uzatib qo'yasizlar. Laykni bosib, tarqatib, o'z hissalaringni qo'shib qo'yasizlar. Birgalikda olib boramiz. Rahmat kuzatib borganlar hammalaringga. Sog' bo'linglar.